Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi yangi pechkamiz 1 metr bilasizmi? Farg'ona viloyatiga o'rnatib berdik. Shaharda o'ziga Yormozorga kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada bilan qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Duo qilib sinadik. Tutamaydi, tutun qaytarmaydi. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqib olaverasizlar. Pechkamiz 1 metrli to'rlik lista bo'lgan, oblisovkalari bilan chiroyli qilib, olib, o'rnatib yoqib beramiz. Xizmatlar vodiy bo'ylab. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. To'rlik lista bo'lgan, to'rlik lista 1 metrli pechkamizni oldida mana duxovkasi bor. To'rlik lista bo'lgan. Oldi ko'rinishi yonboshlarida qanoti bor, yonboshda issiq ham chiqadi xonaga. Orqa ko'rinishi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqib olaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatlarimiz bor. Bemalol ekituvda istab beralar. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lib, pechka qurdiradigan tanishlarga sekingina fiting etib jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.